Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli muxlislarimiz. Bahorni go'zal kunlarida sizlarga ajoyib yangilikni aytmoqchiman va bu yangilikni qalbimda katta quvonch bilan bildirmoqchiman. Bu yil biz o'zimizning Yakkaxon konsert dasturimizni o'tkazadigan bo'ldik. Xudo xohlasa 5, 6, 7 iyun kunlari Xalqlar do'stligi saroyida Qorabayir deb nomlangan Yakkaxon konsert dasturimizni namoyish etamiz. Konsertimizni esa Alpomish Media bilan hamkorlikda o'tkazamiz. 10 yillik tanaffusdan keyin siz aziz muxlislarim bilan diydorlashish meni qalbimda hayajon uyg'otmoqda. Eng sara qo'shiqlarim, qalbimdan otilib chiqayotgan nolalarim, taronalarim siz aziz muxlislar uchun. Demak, 5, 6, 7 iyun kunlari Xalqlar do'stligi saroyida Qorabayir deb nomlangan Yakkaxon konsert dasturimizda ko'rishguncha azizlar.